Hashamatli premium SUVlar uchun ideal formula uzoq yillar davomida faqat nemis yoki britan uslubida yozilgandek edi. Agar siz qulaylik va obro'-e'tiborning eng yuqori darajasini istasangiz, odatda Mercedes, BMW yoki yuqori toifadagi Lexus modellaridan birini tanlardingiz. Lekin avtomobil olami sharqqa qarab o'zgarib bormoqda va yangi Aita M9 bu qoidalar o'zgarayotganining yaqqol belgisi hisoblanadi. Xitoyning yirik ishlab chiqaruvchisi Seres tomonidan texnologiya giganti Huawei bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan M9 aslo nusxa qo'shilgan avtomobil emas. U Bentley darajasidagi hashamat va jihozlarni ancha arzon narxda taklif qiluvchi texnologik mo'jiza hisoblanadi. Biroq uni arzon SUV deb bo'lmaydi. Aita Seresning premium bo'linmasi bozorni juda diqqat bilan kuzatib kelmoqda. Seres kichik avtomobillardan tortib yuk mashinalargacha bo'lgan transport vositalari uchun o'zining elektr motorlari va gibrid kuch uzatish tizimlari ishlab chiqaradi. Biroq Aita uning lyuks bo'limi hisoblanadi. Aita M9 bu o'ta hashamatli flagman model bo'lib, aynan BMW X7 hamda Range Rover Autobiography yoki SUV xaridorlariga o'ziga jalb qilish uchun ishlab chiqilgan avtomobildir. Qiziqarli va shu o'rinda baland parvoz savol. Ushbu model Bentley mijozlarini ham tortib olishi mumkinmi? Brend nomidan ko'ra hashamatni o'ziga ko'proq ahamiyat beradigan xaridorlar uchun ha, albatta. Tashqi ko'rinishi jihatidan Aita M9 darhol e'tiborni tortadi. U to'liq alyuminiy kuzovga ega bo'lib, bu avtomobilning mustahkamligini oshiradi va vaznini kamaytiradi. Shunga qaramay uning uzunligi 5230 mm va eni 1999 mm bo'lib, to'liq o'lchamli premium SUV segmentiga raqobat bo'lishi uchun yetarlicha salobat beradi. Balandligi 1800 mm va g'ildirak bazasi 3110 mm bo'lgan ushbu SUV juda keng ichki makonga ega. Eng qizig'i shundaki, katta o'lchamlariga qaramay M9 ning aerodinamik qarshilik koeffitsiyenti atigi 0,264 bo'lib, bu ko'rsatkich ko'plab sport sedanlari bilan bemalol raqobatlasha oladi. Hayratlanarlisi unga yaqinroq qaraganda namoyon bo'ladi. Dual million pixel aqlli faralar eng qorong'u tunni ham kunduzgidek yorita oladi. Biroq ular bundan tashqari devor yoki yo'l yuzasiga videolar, qo'shiq matnlar yoki xavfsizlik ogohlantirishlarini ham proyeksiya qilish imkoniyatiga ega. Aita M9 ga yaqinlashganingizda bu SUV aslida qanchalik ulkan ekanini his qilasiz. Suratlar uning haqiqiy salobatini to'liq yetkazib bera olmaydi. Modelning aqlli dizayni uni chaqqon va ixchamli ko'rsatadi, ammo amalda u juda mahobatli ko'rinadi. U baland va uzun kuzovga ega bo'lib, ko'p qatlamli bo'yoq qoplami, mayda yaltirab turuvchi detallar bilan yanada jozibador ko'rinadi. Birinchi taassurot haqida gap ketganda M9 o'z vazifasini a'lo darajada bajargan. Aita M9 ikki xil varianti taqdim etiladi. To'liq elektr va masofa kengaytiruvchi gibrid avtomobil. Elektr versiyasi quyidagi ko'rsatkichlarga ega. 100 kWh sig'imli batareya tufayli u 628 km gacha masofani bosib o'ta oladi. 530 ot kuchiga ega kuch uzatish tizimi esa bu ulkan SUVni 0 dan 100 km/s tezlikka atigi 4,2 soniyada chiqaradi. Gibrid versiyasi esa haqiqiy uzoq masofali sayohatlar uchun mo'ljallangan. U Seresning 5-avlod Super Range Extender texnologiyasidan foydalanadi. Bu yuqori samaradorlikka ega 1,5 litrlik generator bo'lib, harakat davomida batareyani quvvatlab turadi. 42 kWh yoki 52 kWh batareya bilan birgalikda M9 to'liq zaryad va to'liq yoqilg'i baki bilan CLTC siklida umumiy 1,5 km masofa bosib o'ta oladi. Bu tizim nihoyatda samarali ishlab, har 1 litr yoqilg'idan 365 kWh elektr energiyasi ishlab chiqaradi va uning issiqlik samaradorligi 44.8% ni tashkil etib, avvalgi generator avlodlariga nisbatan shovqin darajasi 90% ga kamaytiradi. Kuch uzatish tizimi g'ildiraklarni mustaqil boshqarishga imkon beradi. Ya'ni avtomobil muz va quruq asfalt kabi turli qoplamali yo'llarda ham barqarorligini saqlash uchun momentni bir zumda kerakli g'ildirakka taqsimlay oladi. Kutilganidek yurish sifati ham alohida darajada silliq. Bunga pnevmatik osma va continuous damping control tizimiga ega aqlli shassi yordam beradi. U amortizatorlarni real vaqtda rejimni moslashtirib turadi. Katta o'lchamlariga qaramay Aita M9 atigi 508 metr aylanish radiusiga ega. Bunga esa orqa g'ildiraklarning ham burilish sabab bo'ladi. Natijada u shahar ko'chalarida kutilganidan ancha chaqqon harakatlana oladi. Avtomobilning ichkarisiga kirishingiz bilan Huawei bilan hamkorlik Aita M9 salonini haqiqiy raqamli maskanga aylanganini tushunasiz. Old panelda ulkan 3 ekranli tizim joylashgan. 12.3 dyuymli uskunalar paneli, 15.6 dyuymli markaziy boshqaruv ekrani va yo'lovchilar uchun mo'ljallangan 16 dyuymli ko'ngilochar displey joy olgan. Bularning barchasi bir butun shisha devorli ko'rinib, eng yangi Mercedes-Benz EQS modellaridan Hyperscreen tizimiga bemalol raqobatlasha oladi. Tizimning silliq va tez ishlashiga Huawei'ning eng so'nggi Harmony OS 4 platformasi javob beradi. Ammo haqiqiy hashamat faqat ekranlar bilangina belgilanmaydi.
Aito M9 ning salon qismidagi yig'ish sifati va materiallar darajasi nihoyatda yuqori. Yumshoq nappa charm va alkantara deyarli hamma joyda ishlatilgan. Rul chambaragi kutilganidan kichikroq bo'lsa-da, qalin va juda yumshoq bo'lib, eng yuqori sifatli charm bilan qoplangan. Har bir yo'lovchi uchun massaj funksiyasiga ega hashamatli o'rindiqlar taqdim etiladi. Saloni esa 2 qavatli oynalar va faol shovqin izolyatsiyasi tufayli tashqi dunyodan deyarli butunlay ajratilgan. Musiqa ixlosmandlari uchun 25 ta kanaldan iborat premium audio tizim konsert zalidagi kabi ovoz sifatini taqdim etadi. Aito orqa qatordagi yo'lovchilarga alohida e'tibor qaratgan. Bu avtomobil aynan safar vaqtining katta qismini ikkinchi qatorda o'tkazadigan insonlar uchun ishlab chiqilgan. Shift ustidan tushadigan proyektor ekrani orqa qatorni xususiy kinoteatrga aylantiradi. Shu bilan birga bu ekran maxfiylik devori vazifasini bajarib, haydovchini orqadagi VIP yo'lovchilardan ajratib turadi. Rostini aytganda, avtomobildagi logotiplarni olib tashlasangiz, uni Mercedes-Benz, BMW yoki Range Rover bilan solishtirganda tanlov qilish juda qiyin bo'lar edi. U Bentley yoki Rolls-Royce bilan tenglasha oladimi? Hozircha yo'q, ammo bu ishlab chiqaruvchining ilk avlod hashamatli SUV modeli ekanini unutmaslik kerak. Ikkinchi avlod esa keyinchalik dunyoning eng nufuzli avtomobil brendlarini jiddiy bezovta qilishi mumkin. Ehtimol eng hayratlanarli jihatlardan biri bu narxi. Xitoyda Aito M9 narxi taxminan 65 mingdan 80 ming dollargacha sotiladi. Shunga o'xshash jihozlanish Range Rover esa bundan 2 yoki hatto 3 baravar qimmat tushirishi hisobga olsak, M9 ning narx va imkoniyatlari nisbati nihoyatda jozibador ekani aniq. BYD o'zining eng yangi flagman SUV modeli BYD C-Line 08 ni rasman taqdim etdi. Ushbu model joriy yil oxirida Xitoyda plug-in gibrid va to'liq elektr quvvat tizimlari bilan sotuvga chiqariladi. C-Line 08 modeli BYD kompaniyasining yangi katta hajmli 3 qatorli flagman elektrlashtirilgan SUV modeli bo'lib, raqobatchi brendlarning orasida katta yurish masofasi bilan ajralib turishi aytilmoqda. Internetda tarqalgan suratlardan so'ng Beijing Auto Show ko'rgazmasida rasman namoyish etilgan C-Line 08 BYD kompaniyasining Ocean model qatori uchun yangi flagman hisoblanadi. Ushbu model qatorida shuningdek Dolphin, Seal 6, C-Line 6, C-Line 7 va C-Line 8 modellari kiradi. Yangi SUV modeli joriy yil oxirida Xitoy bozorida sotuvga chiqishi rejalashtirilgan. Avvalroq Xitoy hukumatining rasmiy hujjatlarida ushbu SUVning ham plug-in gibrid, ham to'liq elektr versiyalari ro'yxatga kiritilganligi tasdiqlangan edi. Biroq Car News China nashri xabariga ko'ra, hozircha faqat to'liq elektr versiyasi ommaga namoyish etilgan. Albatta, bu yomon yangilik emas, sababi BYD ta'kidlashicha, C-Line 08 EV bir martalik quvvat bilan CLTC standartlariga ko'ra 900 km gacha masofa bosib o'ta oladi. Shuningdek, avtomobil 0 dan 100 km/soat tezlikka atigi 9 soniyada chiqishi mumkin. Bu ko'rsatkich namoyish etilgan avtomobil orqa qismidagi 9S belgisi orqali ham tasdiqlangan. Bunga ikkita elektr motorli to'liq g'ildiraklar tortish tizimiga ega elektr quvvat bloki yordam beradi. Ushbu tizim 480 kW-gacha quvvat ishlab chiqaradi. Texnologiyaning ayrim qismlari BYD Tank SUV modeli bilan umumiy bo'lishi kutilmoqda. Bu model esa BYD kompaniyasining Dynasty seriyasidagi flagman avtomobil hisoblanadi. Shu sababli Car News China nashri taxminiga ko'ra, BYD C-Line 08 modeli 135 kWh sig'imli litiy temir fosfat batareya bilan jihozlanadi. Bu BYDning ikkinchi avlod Blade Battery bo'lib, xabarlarga ko'ra u atigi 9 daqiqada quvvatni 10% dan 97% gacha to'ldira oladi. Hali rasman tasdiqlanmagan bo'lsa-da, BYD C-Line 08 modelining plug-in gibrid versiyasi ham BYD Tank plug-in gibrid modeli bilan umumiy texnologiyalarga ega bo'lishi mumkin. Xitoyda ushbu model 1,5 litrli turbo benzin dvigateli asosidagi ikkita plug-in gibrid tizimi bilan taklif etiladi. Ular mos ravishda 200 kW gacha bitta elektromotorli yoki 400 kW gacha ikkita elektromotorli quvvat ishlab chiqaradi. Umumiy jihozlar ro'yxatida BYDning Daisos 2 kamerali pnevmatik osma tizimi va 4 g'ildirakli boshqaruv tizimi ham kiradi. Bundan tashqari old oynaning yuqori qismidagi katta modul ichida lidar uskunasi joylashgan. Kutilganidek, BYD C-Line 08 hozirgacha taqdim etilgan eng yirik BYD SUV modellaridan qatoriga kiradi. Uning uzunligi 5115 mm, eni 1999 mm, balandligi 1800 mm bo'lib, g'ildirak bazasi 3030 mm ni tashkil etadi. Bu esa Toyota Land Cruiser 300 modelidan ancha kattaroq va Mercedes-Benz GLS modelidan esa biroz kichikroq qiladi. Shuningdek, u nomi o'xshash bo'lgan ammo 3 qatorli BYD C-Line 8 plug-in gibrid modelidan ham kattaroq. BYD ma'lum qilishicha, BYD C-Line 08 3 qator bo'ylab joylashgan 6 ta mustaqil o'rindiq bilan jihozlangan. Eng qiziqarli jihatlardan biri BYD ushbu model sanoatdagi eng uzun orqa chiroq dizayni bilan jihozlangani da'vo qilinmoqda.
Tight Gradient deb nomlangan bu dizayn deyarli 2 metr uzunlikka ega. Bu uslub BYDning so'nggi Ocean seriyasi modellari uchun qo'llanayotgan soddalashtirilgan dizayn tilining bir qismi hisoblanadi. Shunga o'xshash holat BYD Seal 08 modeli bilan ham kuzatilmoqda. Bu BYDning yangi flagman sedani bo'lib, ko'rgazmada BYD Seal 08 bilan birga namoyish etildi. Hozircha har ikkala modelning narxi rasman tasdiqlanmagan, biroq Car News China nashri prognoziga ko'ra BYD Seal 08 taxminan $44,000 atrofida sotilishi mumkin.